Bo'ladi kichkina farzand. Otasini qaraydi, o'sha kuchsizlanib boryapti. Borgan sari oilasini qaraydi, qulayotganini ko'radi. Bu kichkina farzand ko'radi har bitta inson qilgan xatosini, har bitta insonning oila a'zolari qilgan xatosini ko'rib keladigan farzand bo'ladi. Bittasini ham kelajakda qilmaydi. O'sha farzand mana strashniy bo'lib chiqib keladi. Mana men olib chiqib ketaman hamma vaziyatdan. Mana men olib chiqib ketaman. Qilingan xatolarni to'g'rilaydigan menman. Yo'qotilingan reputatsiyani tiklaydigan menman. Hamma ustidan kulgan bo'lsa otammi, onammi, uydagilarimi, mana men tiklayman hammasini. Bizani ustimizdan kulganlar va o'sha vaqtda meni yosh edim, kuchim yo'q edi. Ana endi kellaring. Endi kellaring, men katta bo'laman, men o'sha uspeshniy bo'laman, kuchayyapman. Endi fucking kelib ko'rlaringchi. Endi qanaqa kularkinsanlar, masalaga yipatini ko'rsataman buni.